Assalomu alaykum hammaga, qordoshlar kuzatuvchilar. Bizda bugun yangi challenge, ya'ni o'sha 4-chi challenge'imiz bo'lsa kerak. O'shanga bugun bizda 4 ta ishtirokchi bor. 4 ta ishtirokchi bilan bugun 3 ta zadaniya qilamiz. 3 ta zadaniyamiz ham vash qiziqarli. O'sha birinchi zadaniyamiz qiladigan ishimiz har doim ishtanga poylash bo'ladi. Ikkinchi qiladigan zadaniyamiz esa o'sha 15 metrli masofadan otlasang. Ana shu masofadan 20 marta aylanadi, ya'ni boshi bilan aylanish kerak, qo'lini pastga qo'yadi. Bosh Uchinchi oxirgi zadaniyamiz esa o'sha mapni ko'rayotganida oldingi challenge'imizni qilganmiz. Bu ani boshidagi chizig'idan bu oxirgi chizuvgacha jangga borib kelish kerak bo'ladi. Noto'g'ri qilgan odam, ya'ni oxirgi o'rinni olgan odam o'sha bizda anaqa bor, uradigan narsa bor, ya'ni achishtiradigan. Oldin safar zayrib turgan, achishtirib urgan. O'sha mashina narsa qilamiz. Zon-zonski o'ynaysiz, bo'ldik. Bunday. Ketdi. Zon-ziki. Oxiri. Zon-zik. Yaxshi. Zon-zik. Men umuman qiyinchilik yo'q. Men har doimgidek poylab kelganman. Rolikda shu shtangani orqasidan yutib ketganman. Videoga traktorga o'xshab sirpan qo'yganman. Sanaf. Nasra qanaqa? Bugun challenge-ga. Yorish kerak buni. Boshqa onlayn challenge g'alaba. Bugun apple olib ketaman o'sana. Birinchi marta. Yangi ishtirokchimiz ana. Bugun trenirovka kech qolding. O'zga qo'rib. Ketdi ana birinchi Husanofdan. Men emas, kim? Siz yutqizdi birinchi. Ketdi. Gazni bosing, gazni. To'ydi. Oy, bilet. Jinnimi siz? Qis qoldimi deganda. Qanasi? Insan. O'sha anuni Yana bitta ketdi. Ya, bo'ldi. Takro yani. Mana bir ochko bormi? Bir ochko bor, da. Sepka olib keladi. Endi men do'kka olib keladi, siz shaqo'ya. Sanat. Oldingi challenge-da men qatnashmagandingiz o'zi? Ha. Bilmay qo'yaman-da, siz bu. Guruhda bo'lib turib bilmay qo'yam. Yo, ertangi bugun ham Nasriy cho'tki bo'lsa bo'ldi. Ha, bo'ldi, yorish kerak endi. Karollar, естественно. Islammi? Turishgani bor. Qoching. Mayli, xalaq berasiz. Boshqa shtanga qo'yib razgo'ngi bo'ladi. Boshlanishga narimayni dedi. Kimsa qaramasdan terasdan 2 ochko ketdimi? Yo'q, endi Davay, bitta qaramasdan teraman. Seriozni. ketdi-da. Ko'zingga, boshingga berib tur. Lekin bitta ochko deb axir. Hisoblanmaydi. 2 ta deng. Yo'q, nimaga ekan? 2 ta bo'lsa? 2 ta davay. Bo'ldi. Ikkitami? Men o'zim ochkoyim beraman. Bo'ldi mana. Mana ko'z yopib ko'rinmayapti hech narsa. Davay, ketdi. Qara. Ko'pkari ko'raylik. Nari taraf ketadi hozir. Ko'pkari ko'rdik. Bo'ldi. Qari bor. Ketdi. Bo'ldi. O'rayapti. Yo'q, ko'rmasdan. Yo'q, ko'p to'g'ri ko'rib oldi. Ketdi. Normalniy. Ko'p to'g'ri bor, his qilish vaqti boshqacha qiyin. Hozir penalti deb shunday bo'ladimi ishi? Yo'q. Birinchi yiqildi. Men uni trenorovka qilgan yerdalar. Nima bo'layotgan deb o'ylasizlar? Mara. Odil, Aston ertangi turnirga Aston tushasan, aytmoqchi. Bunday qizlarga. Ayni akşamın bu. Unuyunuz. Vay, men bu yoqdik. Voy, bitta boylab qo'y, challenge o'zingga kelib turibsiz-da. Kelib turibman, poylab bitta ochko. Kelib turib, bitta ochko olib bo'ldi, shu bilan qolib ketaman shu yerda. Bitta ochkoda qotaman. Satan edi. Men cho'nchagimdan shu yerdan qarashni. Eksen yapıyor. Bella. Bo'ladi. Kommentariy keling. Men basharadan olishlardan videolar. Asl klas, ikkitala. Yuguradigan narsa qilingani. Uni yutsang yapıyor lekin. Davra o'tdi. O'zi bitta challenge qatnashdilar. Laker bo'lib bitdilar, endi davra o'tdi. Biz nechtadan beri qatnashganmiz. Bu yerda hozir hammasi novichok, bittaman, oldman. Yo'q. Ha? Novichok. Eskisan senda. Mana. His qilaverganchi. Karol bo'tda faqat nima? Voy. Tepasiga jurnal o'tdik, ha? Mana bolalar ko'rgan edi, hozir biz birinchi zadan tugatib oldik. Shunda Husanovni bir ochko o'tdi.
O'shanda hozir Husanovning bu ochko, zadanada bir ochko, o'sha ikkinchi zadanamizga navbat. O'sha ikkinchi zadanam sal tezroq bo'ladi. 15 metrda joy. Mana ishdan hozir bizni har ikki bolaga aylantirib mana shu koptoni qo'yadi. Aylanadi o'sha koptoni tegidi. Yani ustidan hani 20 marta aylanib, o'sha martani yetib turish kerak. Oson tuyulishi mumkin, lekin videoda mana bilasizlar, kimdir yarmidan o'sha aylanib yiqilib tushadi. Men shu narsa bor. Hozir Güzelene sarkıyor. O'shaning uchun orasida videoda keyin kaldi. O'zi nima bo'ladi? 3 ketdi. 1 2 3 4 5 8 19 20 Ketdi. Shahar bilan urardim. Ketdi. 1 2 3 4 5 8 19 20 ketdi. Oy. Oy. Yes. Ya tinch. Qalanda senga dedi, qo'y ko'tarib gitar. Oson bo'ladi lekin. Voy, bizda nasib chiqib qo'ydim, o'rnashdim kelib qoldi. Ey. Xushsin. Odil nima qilasan hozir? 50 gram. 50 gram. Pilik bo'ladi hozir. 50 gram ichib olsang agar 2 3 4 5 18 19 20 Nima sekin qildirayga? Lekin razzo mashg'alat o'qiyotganda. Sekin qildi. Tekmaydi, sekin qildi, tekmaydi. Hop, bu foyni hozir boshqa bittani to'g'rimi? Ha, boshqa. Voy, onasini hamsa. Nima vaqti bitta. Oymuroniga ala mana. Sanam ish qilib ukam 15 marta aylanib, bosh aylanib yotib qolgan endi. Ketdi. 1 boshiga. Boshiga 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tezak voy 18 19 20 ketdi. Yo. O'laga yaxshi aylanmading, ukam. Sekin, voy, sekin aylanmadi, ashtizadami undan keyin. Yarimda bir bor edi, yarimda bir, yarimlik. Manikini pastor qo'ylar olgan, boshi mamnun turib shu qilish kerak edi, boshqa. Ha, o'shada. Boshi yo'q bu. Bo'lmasam bo'ldi, tugirda. Ukam, qana tugerdi, vashtiga aylanding ekan. Kel, normal aylan. Xudo haqqi boshim aylandi, o'ziga. Ukam, sen yaxshi aylanmading lekin. Yaxshi aylanmading, Imron. Ukam, seryozni aytayapman, vashtiga aylanding undan keyin. Qasam ichding, videoda ko'rinib turibdi. Ukam, solishtiramiz boshqalarniki bilan. Bo'lmaydi aka. Boshdan qilib ko'rib. Aka, urmaganimda o'z boshdan bo'lmasdi. Bo'lardi, ukam, ko'tman bo'lardi, ukam. Bo'lardi, Imron. Hozirman unga. Voy, bilib. Men o'zi qosimda Imronda. Bir qosimda bizni bittadan qilaylik. Ha, naturalanding lekin, ukam. Shunaqa qilaylik. Undan ham bitta bo'lsa, bo'lmaydi-ku. Bularga ham bittadan aka, men bitta qilganda ikki olib qo'yishim mumkin. Siqmaysiz. G'alati bo'lib qoladi. Bo'lmaydi, baribir. Chesyapti. Mana hozir mana Imron aka aylandi, Imron akani zashyot qilamiz. Zashyot qilamiz. Bizga bittadan oxirgi imkoniyat beriladi. Buni bittadan qilib bo'ladimi? Yo'q, aka, bo'lmaydi. Rozmasmisan? Yo'q. Lekin sen sekin aylanding, ukam. Aka, tekisman. O'zi boshdan qilganlar shuna aylan. Shunaqa bo'lsa yo'q. Rozmas bo'lsa boshqadan bitta o'zlari qilsin, biz qilmaymiz. Da, shunaqa. Bizada hozir. Qana rozmasa bitta o'zinikini proyob qilib, mana ayb emas. Yo'q, shu g'alati qo'ydingiz. Men tekis qildim. Qanaqa ham, o'zim tekis qilaman. Yo'q, Kimga Imron aka gapi yo'qgan bo'lsa, o'sha kommentariyada yoz o'zinikini o'qigan o'zimanda emas. Mana bolalar ko'rgan edi hozir Imron bolalarga imkoniyat berishni xohlamayapti. Ya'ni men to'g'ri qildim deb videoda ko'rasiz o'zida. 10-chi o'sha anaqadan keyin to'g'ri aylandimi yo'qmi yoki ya'ni tez aylandimi?
yo sekin aylandim. O'sha yo bitta tempda ketdimi demoqchiman, yo o'sha bir xil tempdami yoki sal tezlashdimi. Agar bo'ladi imkoniyat bo'lsa, mendan bitta bo'lsin. Yo, lekin hozir bu yerda men o'zim aytib turibman, bu yerda sekin aylandim. Ammo siz kommentariyaga yozsangiz, sizlar o'shani aniqini bilib olishingiz mumkin. Atak ko'rasizlar videoni, o'sha 3-challenge, ya'ni oxirgisi. Men hozir 3 ta 4 ta qilaman. Gap yo'q, ketdi qo'rqamiz. Qonunli bo'pti, cho'ziladi videosi. Mana, qarang. Birinchi gap Husanovniki-mi? Mana 3 ta 4 tadan katta gap ham bor. Ketdi. Qo'limda yarimgacha otib qo'yaman, yarimga borsam. Voy. Ketdi ver. Spokojno qilavering. Jang o'qib borishingizga bir ochko. Ketdi. 1 2 3. 1 2. Vo. Afsus. Hozirot sani garingda tushundi, to'g'rimi ukam? Nechtadan eshitdim usta? To'g'ri. Qayt kelishni yarmida tushib qolsam kerak. Ha? Borishing bitta. Boradi-da. Qayt kel yarim yo'l tushsa 0 ochko. Yo, borganda qani? Ha, boradi. Borishiga o'sha bitta borib kelish kerak. Borishiga bitta ochko, qaytib kelsa agar o'sha tushunmasangiz ikkinchi ochko. Ha, shuna. Hozir borayotgan bitta tushib olsangiz. Qaytisham bora borgandan keyin. Ha, tushunmasdan. Tushib qolsa, lekin qaytishimga bitta. Shuna. Qaytishga borib, menga bermadingiz. Yo'q, qarang, siz olib borasiz. Tushurmasa. Tushsachi, tushib qolsa. Tushib qolsa bo'ldi, hisoblanmaydi. Ha. Ketdi. Bundoq yana dragga chiqib Ketdi. Bir ochko, ketding. Dayda ikkinchi ochko. Давай, ikkinchi ochko qo'y. İkinci açko. Yok yanı tuzağa atıyor. İki açko oldu şimdi benim. Ketdi. Ver. Voy. Shular oxirgi bir 10-15 challenge'da yotgandan tizzasini ko'tarib qolmaydi-chi. Amallasang bo'ladi. Qo'ylar o'rtasiga chiqib Voy, bile. challenge'da oladi kelmadi, lekin keyin harakat qilib ko'raman. Ata ukam amallasang bo'lardi. Spokojno borsang bo'lardi. Bugun qilolmayapman, 4 tadan keyin o'zi oyoqda o'tirib ketib qoladi. Tushib qoldi. Ay, futbolistni bilish kerak lekin. Nima qilasan? Nima nasib etsa. Ketdi. O, ana spokojno. Bir ochko. Ketding ikkinchisiga. Давай, bro. Давай, mana. Ha, bo'ldi, yaxshi. Krasavchik. Ana, hadi rahmat. Nasib yana bo'ldi. Necha ochko sanda shunda? 3 ta. Sen Odilni biz anaqa qilamiz endi, nima deydi? Kam sen sabr tilaymiz. Savalashdan. Savalashdan. Kim gari birinchi? Men. Oxiri. Oh, Husanov. Orqaga qilasan? Orqaga qil. Orqani mashina olib. Bo'ldi. Keladingchi? Bo'ldimi? Ketdi. O't ko'raman. Qattiq uring, unaqa ayash bo'lmasin. 1 2 3. Oy. Boshqatdan. Ya bari. Men. Ayadim-da, men tarafdor bo'lmadim. Sirojdan ekan ukam shafqat kutmang, Siroj yomon uradi. Qanday urasan? O'zimni qilib ko'rdim. Еще o'tga safarga raqam familiyasidan. Har doim sop kelgan dars soladi. Kuzeli chiqib qolsa chaqirsanglar kelib tushirib beradi. Ha, solib beraman uni ham, любой joyda. Ketdi.
esda qoladi lekin. Shunday mana Sal sekinroq urmaysan. Ya bu sekin. Mana sekurmalari, unaqa endi mayli, endi uni javunchalik. To'xta boshdan, ko'rmadi. Endi ya. Olganmi? Ey, boshdan kel. Olganmi? Shunaq uraman. Boshdan odil. Urmadi. Turka. Tushmay qoldi, ukan, to'g'risi tushmay qoldi. Bo'ldi diyora. Xudo turtib berdi, ukan, tushmay qoldi, sekin uradi. Tur bermang endi qattiq uradi. To'xta, men hali tayyormansan. 1 ketdi. Ha, ko'radi, bechara. Shunaqa edi, men odil anaqani o'rniga qo'ydim. Endi sen urmayapsizmi? Ay, jalla. Ya, odil. Ya, biz ham ikkinchi harakat qilsak, keyin zaman Motivatsiyani qarang. Keyin zaman Viktor. Ay, keyin zaman, mayli. Qo'y. Ana bo'lgan Keyin zaman qilaman lekin. Siyotli. Yo'q, kim o'tdi, ko'rinib turibdi, keyin yaxshi kiymaman. Muhim yetish kerak bo'l. Ha, to'g'ri. Hechga o'rada. Yetmadi, qisiraman lekin yomon qisiraman. Men xayolim og'zimga keldi, hisoblaman. Muhim g'alaba emas, muhim qatnashish. Tagoy, anaqa chiqyapti, nega? Kalta bo'lgan. Muhim g'alaba, muhim g'alaba emas. Men rol yo'q. Chaq. Nakachini oyoqlarini yutib qo'yaman. Mana bolalar ko'rganlarda bizni o'sha challenge qilyapti. G'olibimiz Odil bo'ldi. Nol ekan. Yaxshi qatnashdi bo'ling, ha. G'olibimiz oldingi challengedan agar bir nechta yig'ib olaman deb o'ylaysiz. 80 taga borsa kerak. Inshaalloh. 130 ta. 130 ta bu bizni Endi yordam bersalar yig'ib olishimiz masalan. Masalan, sizlar qo'llab-quvvat bersanglar biz masalan bittada qilsak bo'ladi. Faqat shu birinchi o'rinda buni ham, bizni ham, buni ham har bittasini shu qilayotgan ishiga hissiylar qo'shib bo'lsanglar biz ancha-muncha bunaqa ustida olamiz, chunki bu yerda telefon ham hamma narsa temperaturada yotgani uchun qadr 3 marta oladi. O'shaning uchun keyin challengelarda keyin challengelarda xudo xolasa bundan ham zo'r challenge qilamiz. Faqatgina sizlar tezroq bizni qaddish qilsanglar. Hamma rahmat, senga rahmat. Ay, qorato. Çok iyi.